Ben kasal bo'lsin deb niyat etmaganman odamlarni. Bir vaqtda bir jo'ra aytdi-da, "Seni ishing yaxshi emas, niyating yomon sizlarni. Lutchi sizlarnikidan artistlarning niyati yaxshi" degan narsani aytdi. "Nechun niyat turibsan?" dedim. "Men haqiqatda o'zimni niyati yomon odam deb o'ylamayman-da." Keyin nima bo'ldi? Artistlar "Amin, ishimiz yurishsin" desa, to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin, bizning ishimiz yurishsin degan bo'ladi. Yoki bo'lmasam bizning ishimiz yurishsin deb niyat etganning o'zini to'y bo'lishini niyat qilib bo'lgan bo'ladi. Baribir birsi-birsini to'ldiradi yangi niyatida. Doktor niyat qilsa, dedi, "Sen odamlar kasal bo'lg'ay deb niyat etasan" dedi. Men hech qachon kasal bo'lsin deb niyat etmaganman odamlarni. Va mening niyat bo'ladigan bo'lsa, men o'ylanib qolganman uya borib hamda. Bizning niyatimiz, biza ishimiz yurishaversin deb niyat qilsak, bu vaqtda biza odamlarga kasallik tilaymizmi? Kasal bo'lishini tilaymizmi deb o'ylanganman. Agar haqiqatdan shunday bo'lib chiqsa-da javobi, men ishimni tashlashga tayyor edim-da. Kasbimni polni o'zgartirishga tayyor edim. Chunki tabiatan toza bo'lmagan, sof bo'lmagan niyat bilan uzoq yashab, uzoqqa borib bo'lmaydi-da. Meni o'ylashimcha shunday. Keyin o'ylandim, bizning qadriyatimiz, niyatimiz o'zi neda, nima bo'ladi bizning niyatimiz desam, men o'zimcha topgan variantim, javobim, hamma sog' salomat bo'lsin. Lekin kimdir mabodo kasal bo'lsa, meni shunga yo'liqtir. Men uni yo'lidan chiqayin yoki birsi-birimizni topishimizda sababchi bo'lali degan niyatni qilganman-da. Masalan, kimdir baribir qaysidir bir sabab bilan kasal bo'lishi mumkin, dish og'rishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Bu vaqtda meni niyatim prosta biza uchrashali. U ko'p qiynalmasin, men bekor bo'lmayin. Ana niyat, tamom. Endi ortiqcha dabdabali yoki bezakli narsa yo'q. Men kimnidir dardi bo'lsa, dardini darmon bo'ling. Bo'lgani dardini darmon bo'lish meni asosiy niyatim shu. Va uni yanada go'zal, chiroyli tabassum bo'lishini, yaxshi talaffuz qilishini, erkin his qilishini, yordamchi, sababchi bo'ling xolos. Asosiy niyat shu bizada. Menda imindan. Kimdir agar niyat qilayotgan vaqtimda iloyim hamma kasal bo'lsin deb niyat etsa, u o'zi biladi, Xudo saqlag'ay. Lekin meni niyatim agar ana shunday bo'lganda, kasbimni o'zgartirgan bo'lardi. Yo'nalishni ham o'zgartirgan bo'lardi. Va bunday o'smagan ham bo'lar edik menimcha.